Assalomu alaykum hammalarga. Hop, biz yana keyingi zakazlarimizni olib keldik. Bu yerda Akfa, MDF hop aralashib olyapti. Hozir mana uстановка qilib o'rnatyapmiz. Hop, Akfamiz mokriy, ayniga mokriy, patsvet bo'lgan. Hop, hozir bularni ham razmerini tushunib turaman. Eshigimiz. Hop, eshigini yopib tursak, hali 100% o'rnatib bo'lmadik. Rezinkalari bor. Endi montaj qilib qorong'i tushmasdan turib olay dedim. Aynaga ham mokriy, eshigi ham mokriy. Sploshnoy pastgacha eshik. Hozir ichkarisida hop MDF bor. Hop, do'stim eshikni yopib turing. Bu mokriy high-tech fasonda. Bu uy ichkari tomoniga bunaqa tilla bejalari bilan qilib berdik. Hop, bu tomonda yana bittasi bor. Hozir buni ligirovka qilishyapti. Hop, Akfamiz bu yerda romimiz polni montaj bo'ldi. Rezinkalari solib, balkonlar qo'yilgan. Aynagimiz polni rezinka hamma yo'q bo'ldi. Ikki chekkadan ochiladigan qilib berdik. Ikki chekkadan ko'rinish. Hop. Xohlasanglar buni jigarrangga, xohlasanglar oqqa qilib tayyorlab beraveramiz. Bu ichkari holatdagi ko'rinishi. Hop. Hozir narigi tomonda ham eshiklari bor. Hozir ichkari qorong'i bo'lib qolgani uchun ozgina. Hop, mayda. Keyingi derazasi ham tayyor. Mokriyda qop-qorong'i bo'lib ketdi ichkarlari. Mana yerda eshiklari bor, bu yerda portichkalari bor, bu yerda portichkalari bor. Hozir montajlarimiz polni tugamadi. Uстановка joyidan bir olib berdim. Xizmatlar bo'lsa bemalol telefon qila olasiz. Nomerimiz 607 6900 damiz. Bemalol telefon qila olasiz. Vodiy bo'ylab bemalol xizmatimiz bor. Transportlarimiz bor mana. Ikkita mashinamiz bor. Shu xizmatda bemalol telefon qila olasizlar. Inshaalloh nasib bo'lsa hammalarga qilib beramiz.